haligi biz kasallarga kechki boramiz-ku. Shunda iltimos o'rninglar shu holat hurmati yo'qmi deymizda. Demaydi-ku. Ha, Ana, ko'rdingmi? Ha, tushundim. Bo'l, yana shunga o'xshash qiziqroq voqealar taku bo'lgan, bir taku bo'ladi-yu zo'rlari taku. Shunaqalardan bitta gapirib bering, Mirat. qiziq voqealar bizda ko'p bo'ladi. Qani? Misol uchun bir kuni bemorni tomiriga tusha olmaganman. Vashcha qiziq ekan lekin. Ha. Keyin hushimdan ketib qolganman. 3 soatdan keyin o'zimga kelsam, bemor yo'q. Keyin bilmadim. Qondan qo'rqaman. Ay, iska. Bu qondan qo'rqsa, pajarning suvsiz kelsa, qassob suyeni piqat qilsa, qanaqa vaziyatimiz bo'lmaydi? O'rtoq doktor, Sanjik sizni polni skaner qilib bo'ldi. 100%. Aka, mayli. Xafa qilmayman bugun. Rahmat. Yaxshi insonsiz. Menga yordamingiz tegdi. Chiroyli o'zingizni tilaklaringizni bildirib, ko'rsatuvimizdagi obunachilarimiz bilan xayrlashib bora qoling aka. Ha? Davay, bosing. Rahmat.